Biz dasturimizni davom ettiramiz. Bugun texnologiyalar asrida yashayapmiz. Ilgari faqat fantastik filmlarda uchraydigan ko'plab g'oyalar bugun real hayotimizga kirib kelgan. Eng quvonarlisi, bunday innovatsion yechimlar yaratishda o'zbekistonlik yoshlar ham anchagina faol. Shunday, Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida tahsil olayotgan o'quvchilardan biri ana shunday yosh ixtirochilar safida. U agrorobot yasadi. Ya'ni quyosh energiyasi bilan ishlaydigan, sun'iy intellekt elementlari bilan boyitilgan bu loyiha hozirgi kunga kelib barchani qiziqtirmoqda. Navbatdagi lavhada yosh ixtirochining orzulari, izlanishlari va yaratgan qurilmasining imkoniyatlari haqida so'z boradi. Marhamat. Bugun texnologiyalar katta zavodlarda yoki laboratoriyalarda emas, balki maktablarda ham yaratilmoqda. Masalan, mana bu agrorobotni Qo'shko'pir tumanidagi 6-son umumta'lim maktabi o'quvchisi Boymurod Fayzullayev yaratdi. Hali ixtiro mukammal darajaga yetmadi, rivojlanish bosqichida, ammo muallif buni hali yangi bosqichlarga olib chiqishni maqsad qilyapti. Agrorobotimiz kichik olma bog'lar, uzumzorlarga va paxta dalalariga ham ishlatish mumkin. Katta taqdir qilinmagan joylar kichik mini traktor sifatida kirib dori sepish funksiyalarini bajaradi. 5 kilometr masofadan pult orqali boshqariladi. Siz dalaning chetida o'tirib turib, kameralar orqali kuzatib, dori sepish mumkin. Biz bundan nimani yutib chiqamiz? Birinchi navbatda dori zararli bo'ladi. Inson salomatligi uchun zarar yetkazmaydi. Biz chetda bo'lamiz, dori hududidan va kamera orqali boshqarib turamiz. Eng asosiy funksiyalardan biri elektr energiyasida ishlaydi. U katta bizga foyda beradi va ishlab turgan paytda ham bemalol quyosh panelidan zaryadga olib, o'zini o'zi quvvatlab boraveradi. Elektroskuterlarni motoridan foydalanib harakatlantirdik. Hozir 15 ot kuchi bemalol dalaning ichida qiynalmasdan harakatlana oladi. Endi albatta faqat o'zingiz emas, ustozlaringiz ham yordam bergan bo'lishi tabiiy holat, shundaymi? Albatta, ustozlarim yordam berishdi. Ko'p joylarda ustozlarimga kattakon rahmat aytib qolaman, yordam bergan ustozlarga. Loyihamning yana bir funksiyalaridan biri dalada yurgan paytida havo harorati, namligi, gaz miqdori, yer tuproq namligi, suv berish kerakmi, qurg'oqchilik bormi, yo'qmi, shularni aniqlab saytimiz bor. Veb-saytga ma'lumot yuborib turadi. Undan tashqari kelajakda daladagi qanaqa kasallik tushdi, nima bo'lyapti, shularni analiz qilib saytimizga yuborib turadi va fermerga tavsiyalar berib boradi. Qanaqa dori berish kerak, sun'iy intellektga integratsiya qilgan holda ma'lumotlar yuborib turadi. Kelajakda buni yanada rivojlantirish uchun qanaqa maqsadlar bor? Xo'p, kelajakda buni ommaviy ishlab chiqarib sotuvga qo'ymoqchimiz. Nima deb o'ylaysiz? Bozorda yoki xaridor bormi bu mahsulot? Bu mahsulotimizga albatta xaridor juda ham ko'p chiqmoqda. Hozirda ham buyurtma oldik. Bunga xaridor ko'p bo'lish sababi elektr energiyasida harakatlanadi, juda ham kam xarajat sarf qiladi. Ya'ni siz katta traktor olib, unga ishchi yoki yoqilg'ini solib yurmaysiz. Zaryadkasi 3000 so'm bilan to'ladi. Undan tashqari quyosh panelidan qo'shimcha zaryadga ham olib turadi. Boymurod, bilamizki, men sizni ko'plab mana shu tadbirlarda, syomka jarayonlarida aynan mana shu innovatsion g'oyalaringiz bilan ko'p ko'rganman, ko'plab intervyularingizni ham olganman. Bundan boshqa yana qanaqa ixtirolaringiz bor tomoshabinlar uchun? Buni ham aytib o'tsangiz. Hozirda shu loyiha ustida ishlayapmiz. Bundan tashqari ham uylarda gaz miqdorini aniqlab, signal beradigan, telefonga xabar yuboradigan loyihalarni qilganman. Hozirda u loyihalar ham ishlab chiqarish jarayonida. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu ixtirolarni yaratishingiz uchun nima motivatsiya bo'lyapti sizga? Dadam fermer, biz fermer xo'jaligimiz bor. O'shanda muammolardan kelib chiqqan holda mana shu loyihalarni insonning mehnatini yengillashtirish uchun ixtiro qilyapman, yasayapman. Ish kuchi yetishmasligi, keyin issiq havoda ishlash asosan. Shu muammolar yechim sifatida sayada o'tirib, agar dala yaqin bo'lsa, uyingizda o'tirib ham boshqarsangiz bo'ladi. Kameramiz joylashgan. Kamera real vaqtda 360 atrofni aylanib lidar funksiyasini bajaradi. Ya'ni atrofni kuzatib, siz telefoningizga kamerani video kuzatib o'tib beradi. Siz bemalol boshqarib bilasiz robotni. Quyosh panelimiz 12 soatda to'liq robotni zaryadkadan to'ldiradi va 12 soat ishlab turgandan yana zaryadga olib turib tejamkorlik bo'ladi. Biz bilamizki, Boymurod, mana yaqinda respublikada Ulug'bek vorislari tanlovda ham ishtirok etdingiz va faxrli g'oliblik birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. Keling, mana shu tanlov haqida ham gaplashsak. Qanaqa o'tdi? Xo'p, Mirzo-Ulug'bek vorislari musobaqasi 4 kun davom etdi. 18-maydan 22-maygacha Turin Politexnika universiteti, milliy bog'lar, texnoparklarga borib amaliyot o'tadik, ya'ni kuzatdik, o'rgandik. Va musobaqa jarayonida iqtisodiyot universitetida bo'lib o'tdi. Musobaqada qatnashdik.
Hakamlar tomonidan berilgan savollarga javob berib, musobaqada faxrli birinchi o'rinni, g'oliblikni qo'lga kiritdim. Biz hozir mana 6-son umumta'lim maktabida turibmiz. Siz o'qiyotgan. Endi bu yerda robototexnikaga qiziqishlaringiz uchun o'quvchilar uchun qanaqa sharoitlar yaratilgan? 6-maktabimizda robototexnika uchun o'quvchilar uchun juda ham katta sharoit yaratilgan. Hamma jihozlarimiz, robototexnika uchun alohida xonalarimiz mavjud. Bemalol o'quvchilar har qanday bir ixtironi yoki qurilmalarni yasashlari uchun sharoitlar yaratilgan. Yangi zamonaviy kompyuterlar qo'yilgan va robototexnikada barcha jihozlarimiz yetarli. Kelgusida O'zbekistonning agro sohasida juda katta yangilik sifatida yangi O'zbekistonning milliy mahsulotlarini, milliy traktorlarni, milliy robotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchiman. Bu yildan maktabimizda robototexnika to'garakini tashkil qildik. Bemalol mana shu Boymurodning o'zi shu to'garakda qatnashib, o'quvchilarimizga katta motivatsiya bo'lmoqda. Hozir ham mana shu yaratgan agro robotini maktabimizning endi barcha o'quvchilari desam mubolag'a bo'lmaydi, katta qiziqish bilan kuzatmoqdalar. Savollari juda ko'p. O'ylaymanki, kelajakda mana shu ishlarni takomillashtirgan bo'lsak, kelajakda ixtirochilarimiz safi yana ham kengayadi. Bu esa o'z navbatida yurtimizni gullab yashnashi uchun hissa qo'shadi. Robototexnika to'garagimiz kelajak markazi qoshida tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarni robototexnika sohasida va o'zlarining iqtidorini namoyon qilish uchun tashkil qilingan zamonaviy to'garaklardan biri hisoblanadi. Biz yaqinda tashabbusli budjet loyihasida maktabimizda robototexnika to'garagi uchun kerak bo'lgan dastlabki moddiy texnika bazalarni qo'lga kiritdik. Shu bazalar bilan hozircha faoliyatimizni boshladik. Ustoz uchun shogirdining yutug'ini, o'quvchisining yutug'ini ko'rish bu eng katta baxt. Undan ortig'i kerakmi ustoz uchun? Mutaxassislar fikricha, agro sohada innovatsion yechimlarga talab ortib bormoqda. Mana shunday jarayonlarda yosh ixtirochilarning tashabbuslari yangi texnologiyalar yaratish uchun muhim qadam bo'lishi mumkin.